Siz atrofdan nolish uchun vaqt sarflayotgan vaqtingiz kimdir o'z ustida ishlab natijalarga erishyapti. Bitta narsani tushuning. Doim siz o'zingizni nima uchun shu holatga tushib qolganingiz uchun sabab qidirasiz va siz yolg'onchi emassiz. Sizning sababingiz bor. Mana meni boquvchim yo'q. Meni erim badjahl, meni xotinim shallaqi, men yetimlikda katta bo'lganman. Misol uchun shunga o'xshagan sabablar ko'p. Meni pulim yo'q, lekin 3 ta barmoq kimni ko'rsatyapti? 3 ta barmoq o'zingizni ko'rsatyapti. O'zingizdan hech xato qidirganmisiz? Nima uchun shu holatga tushib qolganman? Nima uchun mana shu holatdan chiqib keta olmayapman? Nima uchun Alloh menga baraka bermayapti? Nima uchun menga shifo bermayapti degan savollarga javob qidirganmisiz? Hamma narsa Allohdan deb og'zimizni to'ldirib gapiramiz. Demak, mana shu holatga tushib qolishingiz ham Allohdanmi? Yo Alloh adashyaptimi? Siz bunga noloyiq edingizmi? Siz bundan zo'rlarga loyiqsiz-ku, lekin Alloh adashib ketib sizga kulfat beryaptimi? Sizga yo'qchilik beryaptimi? O'rtoqlar, qanaqa holatdamiz? Qanaqa darajadamiz? Alloh loyiq ko'rganini beradi. Nimaga loyiq bo'lsa shuni beradi. Hech o'ylanib ko'rganmisiz? Nimalarga loyiqman? Alloh nimalarni menga loyiq ko'ryapti? Endi tasavvur qilib ko'ring. Biz jannatga loyiq bo'lishimiz kerak. Assalomu alaykum, yaqinlarim, yaxshilarim, bormisiz, yaxshimisiz, obodmisiz? Mana bugun yana g'oyibona xonadoningizga tashrif buyurmoqdamiz. Bu biz uchun nihoyatda katta baxt. Sizlarni iliq kutib olishinglar, har bitta roliklarimizga ijobiy fikr bildirishinglar bizga kuch beradi, g'ayrat beradi, ilhom beradi. Afsus, ish ko'p, shuning uchun kamroq ko'rishyapmiz. Bilaman, aybdorman oldingizda. Anchadan beri rolik tayyorlamay qoldik. Bolalar ham qo'ldan kelgancha sizlarni zeriktirmaslik uchun 2000 ta roliklar ham tayyorlab tashlab turishdi. Har bir roliklardan parcha-parchalab olib, ozgina bo'lsa ham motivatsiyani uyg'otish uchun urinib turishdi. Xo'p, o'rtada suhbat qilmadik anchadan beri. Bemorlarni fikrlarini, natijalari haqida o'rtoqlashdik. Mana bugun yaxshi niyatlaringlar yana sizlar bilan diydorlashni niyat qildik. Xudo xolasa, avvalambor sizlarni yosharish fasli, bahor bayrami, Hayit bayrami bilan muborakbod etaman. Mana shu Hayit bayrami xonadoninglarga baxt olib kelsin, jo'shqinlik, yoshlik, navqironlik fasli bo'lib kirib kelsin. Bu Hayit bayrami qo'shaloq bayram, ya'ni bahor fasli bilan birgalikda kirib kelyapti. Bahor o'z nomi bilan yosharish fasli. Mana shu fasl o'z ishini bajarib ketsin, xonadoningizga fayz, baraka, yoshlik, tarovatini, qalbingizga halovat, sokinlik hissini lim-molim qilib ketishini Allohdan so'rayman. Bugun Hayit. Mana ertalabda Hayit namozlarini o'qib, qiladigan yumushlarni shoshib pishib bajarib, shu syomkaga yugurdik. Boshqa kuni imkon bo'lmayapti. Aynan shu bayram kunida bo'lsa ham xodimlarimiz bilan birgalikda maslahatlashib bugun rolik tayyorlashni niyat qildik. Nima mavzu qilish to'g'risi, hozir mana syomka boshlanishdan oldin nima mavzu qilamiz degan savollar rosa aylandi. O'zi Silay Rahim degan mavzuni qilib bermoqchiman, lekin Silay Rahim mavzusi kamida 3 soatlik mavzuda, kamida. Shuning uchun bugun birar soatlik bir mavzu tayyorlash uchun boshqa bir mavzularga urinib ko'raman, lekin shunaqa xohlayapman, niyat qilib turibman. Har safar shu Silay Rahimni qilib berish kerak, Silay Rahim. Sabab Silay Rahim juda ko'pchilikda buzilgan. Buni biz guvohi bo'lyapmiz. Bugun Hayit namozida yana bir turtki bo'ldi. Ya'ni o'sha masjidimiz imomi Silay Rahim haqida bir chiroyli bir ma'ruzalarni qildi. Silay Rahimni buzilishi. Bu haqida Xudo xolasa kengroq mavzu qilib beraman. Agar ilhom kelib qolsa, balkim bugun ulab oramizmi shu mavzularga. Bugun sizlarga bir yangilikni aytmoqchiman. Gulnoza Abdullayeva degan bir ayol bizda qatnashganda 10 kunlik kurslarga kelib sog'ligini tiklagan. Bu insonda juda qalami o'tkir bir ijod bilan shug'ullanadi, she'r yozadi. Mana shu kitobi chiqqan ekan, yangi kitobi. Hop, mana bu ayol shu kitobida g'oliblarga deb atalgan joylari ham bor ekan. Shu kitobni sovg'a qilib berib yuboribdi. Alloh rozi bo'lsin. Gulnoz opa, ijodingizga ijod, sizga doim ilhom so'rab qolaman. Qalamingiz bundan da o'tkir bo'lsin. Mana shu she'rlar bilan insonlarning qalbini eritib, qalbini yumshatib, yaqinlariga bo'lgan rahim, shafqat, mehr, muhabbatni uyg'otishga Alloh sizni undasin.
shuni qilayotgan har bitta ijodingiz xayrli bo'lsin, manfaatli bo'lsin. Dil izhorlari bilan yozib jo'natibdi. Mehri daryo qadrdonim, ukam O'tkirbekka. Ukajonim, sizga ulkan tashakkurlar bo'lsin. Siz sabab o'zimni angladim. Yuragimga quloq soldim. Natijada tanamda darddan, dilimda g'amdan asar qolmadi. So'zlaringiz quloqlarim ostida jaranglab turadi. Qalbimda shukronalik, mehr kabi samimiy tuyg'ular to'lib toshgan. Dardlar meni tark etib, o'rnini g'ayrat va ilhom parilari egallab olgan. Dunyo turguncha turing. Robbim sizni o'z panohida asrab, kasbingizni rivojini bersin. Hurmat bilan Gulnoza. Xo'p. Alohida g'oliblarda g'olibman deb nomlangan, ya'ni alohida sarlavha joylab, shu bizda xodimlarimiz har birlariga atab she'rlar yozib jo'natibdi. O'zim men she'riyatga oshnoman, ko'p kitob o'qiyman. She'rlarni juda yoqtiraman. Mana g'oliblarga deb atab alohida vaqt ajratibdi. Bu kitob sizni nimasi bo'ladi? Mehnatingiz, bu kitob sizni farzandingiz. Mana shu kitobdan aynan g'oliblarga atab alohida bir dastur tayyorlab, alohida bir shu sahifalar ajratgani uchun Alloh sizdan rozi bo'lsin. Andijonda g'oliblar salomlashish markazida O'tkirbek Isaqov bilan deb sarlavha qildi. O'tkirbekka ustun shaklida qo'yib she'rlar yozibdi. Juda xursand bo'ldim. Hamidullohga, juda har bitta xodimlarimizga, Nilufar opamga, har bittasiga alohida bir she'rlar yozibdi. Bu she'rlarni bilmayman endi sizlar uchun qiziqmi bu, qiziq emasmi? Lekin qiziqtirib o'raman davomida. Ancha she'rlar yozib beribdi. Ancha she'rlar. Juda xursand bo'ldim. O'tkirbek ukam uchun, O'tkirbekni o'zi ham emas, O'tkirbek ukam uchun deb ustun shaklida O'tkirbek ukam uchun deb yozib, har bitta qatorni, satrni boshini o'sha harflarga moslab yozibdi. O'tkir ko'zda uzoqni ko'ra olgan g'olibsiz, to'la to'kis dunyoni anglayotgan tolibsiz. Kulib turib xastaga ta'sir etib so'z bilan ikki dunyo rahmatu saodatini olibsiz. Robbim sizga eng uzun umr bersin ilohim, bu dunyoning makridan uzoqroq tutsin doim. Yengil yelpi qizlardan, dil og'ritar so'zlardan, keraksiz siz bizlardan asrab tursin ilohim. Uyingiz barakaga, ham baxtga makon bo'lsin. Kasbingizning ortidan topganingiz shon bo'lsin. Allohim ahlingizga etsin jannatni tortiq, munis onajoningiz sizga girgitton bo'lsin. Ukam dedim, aslida qondosh ukam bir dona, chin yurakdan sizni ham uka dedim mardona. Umringizga umrlar so'ray chin opa bo'lib, niyatlarim ijobat etsin Robbim yagona. Opajon, maza qildim. Bu bizga ilhom berdi. Bu bizga yanada nima bo'ladi? Bir yonib ishlashimizga turtki bo'ladigan darajada energiya berdi. Mazza qildim o'sha energiyalarni. Xo'p, bu opa qatnashgan paytda endi 5 qo'l barobar emas-da. Bir amaki 10 kunlik kursni 6-mi 7-kuni endi biz hammaga guruh ochib qo'yamiz. O'sha guruhga men hech qanaqa natija olmadim. Natija mana o'zingizlar vijdonan aytinglar deb bir guruhga yozganda natija bo'lmayapti menda degandi. Bu amakida nima uchun natija bo'lmaganini ham sababini aytib o'tib ketaman. O'sha silay rahim mavzusidan o'ta olmagan, yaqinlari bilan qalbni qalbga bog'la olmagan. Biz har 10 kunlikda bu narsani men ko'p gapiraman. Baraka topgir, shifoni Allohdan so'rayapmiz, lekin Allohga xush keladigan ishlarni qilishimiz kerak. Qalbimizni silay rahim bilan, yaqinlarimizga mehr, shafqat ko'z bilan qarashni boshlaganimizda Alloh buni xayrini beradi, buni ajrini beradi. Keyin natijani tomosha qilasiz deb ko'p ta'kidlayman. Juda ko'p holatlarda mana shu holatlarni o'ta olmaslik holatlari uchrab qoladi. Ular bilan qayta ishlanadi, lekin bitta narsada inson zoti xato qiladi, lekin o'sha xatoni tan olishlik juda qiyin narsada tan olishlik. Men o'zim ham boshimdan o'tgan bu narsa. Men ham juda kuydirgi bola bo'lganman. O'sha onamning yuzidagi ajinlar, dadamning sochidagi oqlarni juda ko'pini men oqqa bo'yaganman. O'sha naqshlar bilan men gul solganman. Men uchun uxlamagan tunlari, men uchun dag'linasi oshib og'rigan kunlari bo'lgan. Lekin uni tan olmaymiz-da. O'zlari tushunmayapti degan iddao bilan, o'zlari
vahima qilib yuboryapti degan iddaolar bilan biz o'zimizni oqlaymiz. Lekin buni o'tirib bir suhbatlashib, bu narsani yechimini topib chiqarganingizda qalbingiz shunaqa yengillashadiki, o'sha yengillashgan qalbni egasi bo'lgan bu tanaga keyin Alloh shunaqa bir shifolarni joylashtirib boshlaydi. Shifo Allohdan. Inson har bitta yutuq uchun harakat qiladi. Har bitta yutuq, har bitta narsa bu nima bo'ladi? Allohdan keladi. Kasbimdan demang, hunarimdan demang, rizq Allohdan. Alloh xohlamasa, men kuchli kasb egasi bo'laylik, men kuchli hunar egasi bo'laylik, rizqimizda baraka bo'lmaydi. Alloh xohlabdimi, albatta ko'taradi. Alloh xor qilganda hech kim ya'ni ko'tara olmaydi. Alloh ko'targanda hech kim xor qila olmaydi. Alloh qo'llasa, har bitta banda bu hayotda juda bir chiroyli rizqqa ega bo'ladi. Bu rizqqa, bu Allohning bu ne'matiga erishish uchun niyatni chiroyli qilish kerak, maqsadni ko'tarish kerak. Bandasini qo'lidan emas, yaratganda olishni ko'proq niyat qilib harakat qilish kerak. Ya'ni bu chuqur mavzu. E'tirozga javob deb bir she'r yozgan ekan shu opamiz. Qarang, mazza qildim, xuddi o'sha 10 kunlik yana ko'z oldimda jonlandi-da. Mazza qilib o'tirsam, internet kavlab biroz voh bitta amagijon qilibdilar e'tiroz. Yuzlardan nur yog'ar mo'ysafid ekanlar. Negadir O'tkirbekdan noroziman deganlar. Zimdan kuzatib turib, xayol ichida kezdimman. Javonlarda terilgan kitoblardan sezdimman. Shu amaki juda zo'r inson ekan aslida. Har so'zida shukri bor, Alloh bor til naslida. Aldanib qolmasin deb el g'amini yebdilar. Kim shifo topgan bo'lsa, chiqib aytsin debdilar. Dilga og'ir olmang-yu, negadir siz zadasiz. Kim dilingiz og'ritgan yoki kimdan xafasiz? Men ham bordim o'sha siz borgan g'olib maskanga. Qayerdandir kuch keldi, qotib qolgan tanamga. Mazza qilib tin oldim, quvvat kirdi kuchimga, quloq sola boshladim qalbimga, ichimga. To'g'risini aytaman, topdim aybni o'zimdan. Dardga duchor bo'libman, aytgan qo'pol so'zimdan. Kulib turish sunnat-ku, shuni yodga olmabman. Jigarimni ko'rgani 1 yil bo'pti bormabman. Dilini og'ritganim, menda xafa bilmadim. Robbim rizoliging uchun kechiring deb kelmadim. G'ubor bosgan dilimni yuvolmabdi yillar ham, ustiga g'ubor bosib og'ir bo'libdi tanam. Barchasini anglashga ojiz bo'lganda jonim meni bag'riga oldi bebaho Andijonim. U yerda peshvoz chiqdi menga O'tkirbek ukam. Bugun mening dilimda qolmadi aslo istam. Barisini unutdim. Robbim rizosi uchun kechirim ham so'radim qalbim shifosi uchun. Bu musofir yurtlarda g'avolardan tin oldim, bilib bilmay yo'l qo'ygan xatolarim tan oldim. Jigarlarim kelib qildim dil izhollarim. Kechirib ham yubordim barcha dil a'zolarim. Bugun tanam quvvatga to'liq bo'ldi sezyapman. Ilhomim jo'shib mana she'r qo'shiqlar yozyapman. Dardlarimni aytmayman bir qanor edi ular. O'zimni sog'lom dedim, ular ham tark etdilar. Qon bosimi degani har kuni oshar edi. Salga jahlim chiqardi, dardga dard qo'shar edi. Qonim quyuq, boshimga bormas edi kislorod. Shu sabab moddalarda bo'lmas ekan aborot. Disk grija, zo'b, jigar, bari qilganda isyon. Dil ozorligim sabab mendan xafa ekan qon. Men kechirdim, meni ham kechirishda sog' bo'ldim. Dildan g'uborim ketib, ko'ksim esa tog' bo'ldi. Ishonmasangiz kelib so'rab ko'ring erimdan. Qo'pol xotini yo'q bo'lgan asal tomar tilimdan. O'tkirbekka bir menmas, xo'jayindan ham rahmat. Chiroyli turmushdamiz, mehmon bo'ling, marhamat. Kasal xotin tekkandi erimning ham joniga. Hozir soppa-sog' xotin girgittondir yonida. Har ko'zimni yumganda Andijonda yuraman. O'zimda g'oliblarning saflarida ko'raman. Robbimga shukr deyman, bergan har bir kuniga. Dardim sabab yo'latdi O'tkirbekning yoniga. O'tkirbek ham bir banda, aybi bordir bilmadim. Mening ko'zimda qarang, men xatosini ko'rmadim. Keling, siz ham bir qarang qalbingizning to'riga. Balki biror kemtikdir, chertar yurak toriga. Dard aslida bir sinov, sabr bersin yaratgan. O'tkirbekni ehtimol lashkar qilib yaratgan. O'zi bergan dardiga shifo berguvchi o'zi, taqdirning xohishiga sababdir o'tkir so'zi. Ne bo'lsa ham siz uchun Robbimdan baxt so'rayman. Umringizga baraka, yurakka shaxt so'rayman. Aminman, sizni Robbim juda yaxshi taniydi. Faqat buni o'zingiz tan olsangiz qaniydi. Men bilaman g'oliblar ichida siz g'olibsiz, faqat sal yanglish qilib O'tkirbekdan nolibsiz. Kechirimli insonga berarkan Robbim panoh, barchamizni asrasin yaratgan ekan Alloh.
Gulnoz opa, bu she'rlaringizni o'qib, sizni ijodingizga ozgina e'tibor qaratishimdan maqsad xalqimizga ozgina bo'lsa ham kayfiyatini ko'tarish, sizga esa yanada ilhom, yanada energiya baxsh etishni xohlaganim. Agar niyatimga erishgan bo'lsam, sizdan ham, xalqimiz oldida ham men xursandman, niyatimga yetdim demak. Qarang, she'rlaringizni o'qib ilhom kelib ketdi. Bir paytlar men ham she'r yozardim. Lekin bilasizmi, o'sha o'shtitlar daftarlarini to'ldirib she'r yozardim, lekin uni birovga o'qib bera olmasdim. Meni nazdimda erkak kishi she'r yozishi bir noodatiy narsa, erkak kishi bir katta kuchli ishlar bilan shug'ullanish kerak ekan bir fikr bo'lar ekanda. Keyin bilsam bu she'r yozish ham bu Allohning bir ne'mati ekan. Bu she'rda bir atrofdagi voqealarni insonni ko'z oldiga keltirib, qofiyaga tushirib, o'sha vazn turoqni joy-joyiga qo'yib bir she'rlarni yozishda ham o'ziga bir san'at ekan. Bu ham bir Alloh tomonidan berilgan bir talant ekan. Qancha she'rlar bor, o'qilganda qalb torlarini chertib, ko'zga yosh keltiradigan ana shu she'rlar qalblarni yumshatib yoki bo'lmasa shunday bir she'rlar borki, ular qo'shiqqa aylanib, misol uchun sen doim tabassum qil degan qo'shiqlar ham qachondir kimdir ijodi she'r bo'lib yozilgan. Mana shu qalbga bir nima so'radi, xushnudlik, bir qalbga bir quvonch olib kirishi, bu ham bir o'sha satrlar bilan olib kira olishlik ham bir talant ekan. Lekin bilasizmi, niyat degan narsa bor-da. Bir she'r yozgandim. O'sha she'rda niyat bo'lib qolgan ekanda. Hozir qaysi viloyatga borsam, Allohga shukr, o'sha viloyatda ko'chada qolib ketmaymiz. Ya'ni bizni taniydigan, bizni hurmat qiladigan yoki biz bilan ko'rishgan, oilasiga biz tufayli o'sha Alloh bergan natijalari bilan xursand yurgan insonlar bor. Mana shu insonlar albatta qo'yardi qo'ymasdan olib kirib ketib qolishadi. O'sha bir joyga borsak, xuddi shuni umid bor bo'lgandek bo'lib qolmaylik deb imkon qadar bildirmaslikka urinamiz o'sha joylarga borganimiz. Bunday holatlar bo'lgan. Qarang, o'sha O'tkirbek deb turib bir paytda she'r yozibman. Har bitta satr o'sha O, T, K, I o'shana qilib boshlangan. She'rda niyat ketib qolgan ekan. Men bilasizmi, hayotda do'stlikni juda qadrlayman. Agar birorta inson bilan qadrdon bo'lib qolsam, do'st bo'lib qolsam, hech qachon men tufayli oramiz buzilishiga yo'l qo'ymayman. Men sababdan, men tarafdan birorta xatolik o'tishga yo'l qo'ymayman. Ya'ni oxirigacha birga bo'lishga, oxirigacha yelka-melka turishga urinib ko'raman. Ich-ichimdan shu narsa chiqqan ekan. Qarang, she'r yozibman. O'tkinchiman bu dunyoda men hamon, tirikmanki do'st bilan bo'laman omon. Keling, do'st bo'laylik, bering siz imkon bersangiz boshim yetadi osmon. Roziman do'stlik uchun berishga ham jon beraman qolguncha so'nggi tomchi qon. Yer yuzida qolmasa ham ketirgi jon, kuylasin do'stligimiz turguncha jahon. Allohga shukr. Bugun Alloh shu darajada bir martaba berdi, shu darajada bir elga yurtga tanitib qo'ydiki, mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali qancha insonni hayotiga kirib bordik, qancha insonni oilasiga kirib bordik. Sizdek yaqinlarim borligi bilan faxrlanaman. Sizdek yaxshilarim meni ko'rib, meni shu kamtarona bir maslahatlarimni qadrlab, bir iliq fikrlar, duolar bilan qo'llab-quvvatlab turganligi biz uchun bir baxt. Bugun mana shu she'rimizni amalda ko'ryapmiz. Juda ko'p qadrdon do'stlarga ega bo'ldik. She'r ko'p yozardim. Yigit kishi sinfdoshini yaxshi ko'rib bo'lsa, juda qiyin narsa-da. Sinfdoshi erga tekkincha, u o'g'il bola uylanguncha sinfdoshi erga tekib 2-3 ta bolali bo'lib ketadi. Kim sinfdoshiga uylangan bo'lsa, o'sha o'rtoqlarning ichida eng birinchi bo'lib uylangan. Nimaga? Chunki sinfdoshiga uylanish uchun ertaroq harakat qilish kerak edi. Boshqa o'rtoqlari uylanguncha u bitikda bolali bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Sinfdoshimni yaxshi ko'rib qolibman-da. U ham yo'q, aqlli qiz edi, yaxshi qiz edi. Nima degan, o'tkir, bu narsani oxiri yo'q. Chunki siz uylangunizcha meni uydagilar bari berib yuboradi. Siz uylangunizcha men 2-3 ta bolali bo'lsam kerak deb aytgandi. Yengil nimaga o'sha paytda o'sha his-tuyg'ularga erk bermagandi. Bilmayman, o'shancha ham hurmat qilamanmi haligacha. O'shanda she'r yozibman, qarang. Yuzingni o'girma, so'zlarim eshit, yig'lama jonginam, ezib yuragim. Sevgimni rad etding, ketding qayralib, sen baxtli bo'lsang bas shudir tilagim. Yoningda yor bo'lar umr yo'ldoshing, baxtli hayoting u bilan ko'rgin,
Men senga chin dildan tilak tilayman. Seni ham shirin, shakar farzandlari ko'rgin. Bir kun kelib farzanding sevsa, sevilib, qarshilik qilma qo'y, qalbi sinmasin, sevgiga yetishsin, baxtini topsin, u ham mendek baxtsiz bo'lmasin. Qarang, endi o'sha paytda o'zimni juda baxtsiz his qilganman-da. Hayot o'tadi. Insonda bitta narsani ko'p guvohi bo'ldim. O'tkinchi, har bitta holatingiz o'tib ketadi. Hozir bekorga bugun she'r o'qimadim. Bugun bekorga she'rlardan boshlamadim. Kimlar mana shu she'rlarni eshitib, qalblaridagi birinchi sevgisi yoki mehri, mehrga, muhabbatga qalbi to'lib toshgan damlarini xotirladi. Endi hozirgi qalbingiz qanday? Nega o'sha mehr, muhabbatga lim-molim bo'lgan qalbingizni yana poklanishiga, yana mehriga, muhabbatga to'lishiga shubha bilan qaraysiz? Men xohlardimki, har bitta insonda, xonadonida fayz bo'lishini, baraka bo'lishini, qalblarida halovat, xotirjamlik bo'lishini chin yurakdan xohlagan bo'lardim. Yaqinlaringizga rahim ko'zi bilan, shafqat ko'zi bilan qarang. Ularga qarab turib, bir kun o'sha insonni o'rnida o'sha inson bo'lib yashab ko'rgan bo'larmidingiz? U insonga naqadar og'irligini, u insonga bu hayot mashaqqatlari qay darajada qaddini ekkanligini, u insonni yuzlaridagi ajin, sochlarida, oqlarida qancha hissamiz borligini hech o'ylab ko'rganmisiz? Yoningizdagi ayolingizga qarang. Siz uchun umrini baxshida etib, o'sha hozirgi kunda yuzidan nur qochib, qo'llari qavarib, ko'zdan taykirtayib, o'sha sochlariga bitta oqlar oralab qolgan turmush o'rtog'ingizga qarang. Juftingizga qarang, arsloningizga qarang. Bir paytlar karillagan, bir paytlar tog'ni tolqon qiladigan yelkalar kichrayganini, ozgina engashganini, sochlariga oq tushib, yuzlariga ajinlar o'z gulini solayotganiga bir nazar tashlang. E'tibor bering. Bir paytlar faqat ikkingiz yashagansiz, sizga ko'proq vaqt ajratardi. Mana endi bitta farzandingiz bor. Endi ko'proq pul topish kerak. Ko'chada yelib yurgan pul topaman deb, mana shu hayotda oilasi uchun yaxshi bir sharoit qilaman deb musofirchilikda yurgan yaqinlaringizga bir nazar tashlang. O'sha musofirchilikka erim yolg'iz qolmasin, osh nonidan xabar olishim osonroq bo'ladi deb farzandlarini qaynotasiga tashlab, farzandlardan uzoqda yurgan ayollarga bir nazar tashlang. Ular rahim ko'zi bilan, shafqat ko'zi bilan qarashingizga muhtoj. Ularda ham dil bor, ularda ham qalb bor. Ular ham ichidagini chiqarishni xohlaydi. Birinchi qadamni tashlang. Senga ham osonmasa, dengda qay darajada qalbiga kirib borganingizni his qilasiz. Qiynab yubordim-a sizni yoki seni ancha qiynab qo'ydim-a degan gaplarni gapiringda. Shunaqa ko'taradiki, yo'q, unday demang. Siz shunga loyiqsiz, arziysiz degan gaplarni gapirib, sizni ham qalbingizni ko'tarish ko'rinadi. Biz mana shu ish faoliyatimizda juda ko'p xunuk holatlarga guvoh bo'ldik. Yaqinlariga, o'zini otasiga, onasiga nafrat bilan yashayotgan yoshlarga guvoh bo'ldik. 33 yil bir-biri bilan gaplashmagan, yuz ko'rishmagan, otasi bilan yuz ko'rishmagan farzandlar bilan biz yuz ko'rishdik, suhbatlashdik. 13 yil dadani qidirmagan, 13 yildan beri dadani qanaqa holatlardan xabari yo'q yashagan o'g'illar bilan ko'rishdik. O'rtoqlar, bir gap aytaman. Hammamiz hayotda bitirayapmiz, hammamiz hayotda uriniryapmiz nimagadir erishishga. Lekin bilasizmi, Alloh niyatingga yarasha deb qo'ygan. Gumoningdaman deb qo'ygan. Niyatingizni, maqsadingizni qarangda, Alloh shu darajada marhamati ulug'ki, yaratganda xohishini bajarsangiz, u albatta sizning xohishingizni siz o'ylagandan-da ziyoda qilib beradi. Qarang, otani sintez qilish, otani analiz qilish, onani analiz qilish bu Allohga isyon bilan barobar. Chunki ularni bizga Alloh taolo tanlagan, biz tanlamaganmiz. Otani, onani kim bilan yashashlik, bizdan kimlar tug'ilishligi bu taqdiri azal, ya'ni Allohning xohishidir. Ular bilan qanday muomalada yashashlik taqdiri Said. Taqdiri Said bandalarini inon ixtiyoriga berildi. Ya'ni u bizning xohishimizdir. Qarang, achchiq gap chiqayotgan til
Achchiq gapni gapirayotgan til shirin gapni ham gapira oladi. Shirin gapni gapirayotgan til achchiq gapni ham gapira oladi. Ularga rahim ko'zi bilan qarang-da, siz tillaringizdan achchiq narsa chiqmaydi. Borgan sari tilingiz shirinlashgan sari qalbingizga yengillik kiradi. Qisqa muddat yashaymiz. Yolg'on dunyo, omonat dunyo. Lekin mana shu dunyoda yaxshiroq darajalarga chiqishni xohlaymiz. Nuh alayhissalomda ba'zi bir manbalarda 960 yil, ba'zi bir manbalarda 1000 yildan oshiq umr ko'rgan deb aytishadi. Mana shu Nuh alayhissalomda bir chaylasi bo'lgan ekan. Chaylaga kirib yotganda tizzasidan basi sig'mas ekan, tashqariga chiqib turar ekan. Shu zot aytgan ekan, agar bu darajada qisqa umr ko'rishimni bilganimda, mana shu chaylani qurishga vaqt sarflamasdim degan ekan. Qarang, 960 1000 yildan ko'proq umr ko'rgan insonning gapini qarang. Endi biz mana shu 60 yilmi, 70 mi, 100 yilmi umrimiz uchun nimalar qilishga urinyapmiz, nimalarga erishishga urinyapmiz. Mana shularga erishish yo'lida yaqinlarimizni qalblarini bosib, yanchib o'tib ketyapmiz. Qarang, bitta nazar tashlang. Men bir paytlar xohlamaganman, bir paytlar o'sha bezdan patolog qilingan uylarimizda yashashni xohlamaganman. O'sha ikkita yulduzchasi bor, ikkita S shakli tushirilgan o'sha rossiyskiy darvozalarimizni ko'rgim kelmagan. O'rniga naqshinkor, o'sha chiroyli darvozalar xohlaganman. Atrofimiz guvalay bo'lgan uylarni xohlamaganman. Chiroyli imoratlar, issiq suv, yevro stildagi sharoitlarni xohlaganman. O'sha paytlar uyimizga birorta yaqinimni mehmon bo'lishini xohlamaganman, uyatganman. Hozir aytaymi, hamma narsaga erishgan vaqtimda endi bir gap yuragimni o'rtaydi, bir narsa tiladi. Qani o'sha damlarga shunday qaytib bo'lsam, nimalarga erishgan bo'lsam, o'sha qo'shiq, o'sha mashina-yu, o'sha dang'ilma uylarimni hammasini o'sha bezdan patolog qilingan, o'sha eshigini yopib qo'ysa, eshik orasi ochilib, sovuq kirib turadigan o'sha eshigi qiyshiq yakkasinchilik uylarimizni sog'indim. Chunki o'sha payt yonimda otam bor edi. O'sha payt men xohlagan insonlar bor edi. Endi-chi, endi hamma yo'q shahona, lekin yaqinlarimiz yo'q. Biz hayotda nimalargadir erishish uchun yaqinlarimizni yo'qotamiz. Nimalargadir erishish uchun sog'ligimizni boy beramiz. Keyin ularni topish uchun bor topgan narsamizni berishga tayyor bo'lamiz. Ma'no qani, mantiq qani. Toshkentdan bir yigit keldi. Juda bir e'tiqodli, taqvodor, odobli, juda chiroyli tarbiya ko'rgan biznesmen yigit. Mana shu yigit bir muammo bilan keldi. Ya'ni u yigit hech qanaqa sog'ligida muammosi yo'q, sog'lom. Ota-onasini olib keldi, ularga sherik bo'lib xizmat qilish niyatida o'zi birga keldi. Mana shu yigit bir dardini aytdi. O'tkir ekan, topgan pulimda baraka yo'q, halovatim yo'q. Ko'p pul topaman, lekin baraka yo'q, yetmaydi. Nimadanligini tushunmayapman. Baraka oldin zo'r edi menda. Bundan kamroq pul topardim, lekin barakali edi. Hozir barakani yo'qotib qo'ydim. Bu yigitning hayotini igna kavlagandek kavlab tashladim, savollarni berib. 3-kuni bitta narsa topdim. Men ko'pincha doim aytaman, kim zo'r pul topolmayotgan bo'lsa yoki pulida baraka bo'lmayotgan bo'lsa, otasi bilan munosabatlarida muammo bor. Kim jamiyatda o'rnini topolmayotgan bo'lsa, ya'ni bir hayotda bir mavqega erisha olmayotgan bo'lsa, hurmat qozona olmayotgan bo'lsa, onasi bilan munosabatlarda muammo bor. Mana shuni hal qilsin, mana shuni bartaraf qilsin deb ko'p gapirgandim. Bu yigit endi ota-onasiga shu darajada chiroyli xizmat qilganki, meni kallamga kelmadi, ota-onasi bilan munosabatlarda bir muammo borligi. Ota-onasiga qilib bergan. Mana ota-ona haqidagi gaplarimni eshitib, aka, maqtanishga emas, siz ishonch hosil qilishingiz uchun bir ko'rishingizni xohlardim. Bitta video qo'yib berdim. Oldin eski uylarni videoga olib qo'ygan ekan, esdalikka, tarixga muhrlab qo'yib. Motivatsiyada bu ham. Keyin yangi tushgan uylarning ishlari juda chiroyli, issiq suv, sovuq suv, hamma sharoit bor uyda. 2 etajli juda katta bir ko'rkam uy solgan. Xo'p, ota-onasiga juda shinam yotoqxona qilib bergan. Yotoqxonaning ichida hojatxona, dush, hamma sharoit bor. Shu darajada kattaki yotoqxona, alohida o'tiradigan oynali stol, divan kreslo, televizor, xolodilnikgacha qo'yib bergan. Shu bitta xonani ichida bemalol ko'yniga nima kelsa bajara oladigan darajada. Gazeta o'qiydimi, televizor ko'radimi, biror narsa yeydimi, ichadimi, hamma sharoit, dushga kiradimi, hojatga kiradimi, uxlaydimi, hamma sharoit qilingan.
bitta xatolik topdik. O'sha bola yotoqxonasini ota-onani ustiga qilgan. Ya'ni 2-qavatga chiqib olgan. Xalqimizda bir gap bor. Otang o'tirgan uyni tomiga chiqma deb. Bir dona shu xatoni topdik. Xolos, shu yigit yotoqxonasini o'zgartirib, 1-qavatga pastga tushirganimizdan keyin bir haftadan keyin aloqaga chiqdi. Alloh rozi bo'lsin. Halovatimni topyapman. Baraka kiryapti pullarimga. Ochiq, oydin his qilyapman dedi. Allohim har bittamizni topayotgan pullarimizga mana shunday bir baraka bersinki, qalbimizga shunaqa bir osoyishtalik solib qo'ysin. Ishoning, har bitta inson bajara oladi, qo'lidan keladi bu narsani. Hozir men sizga bugun menga bir ilhom bergan bir insonni kommentariyasini o'qib beraman. Bu inson shunday bir yozibdiki, uni o'qib yayradim. Xo'p, qarang. Assalomu alaykum. O'tkir aka, yaxshimisiz? Men sizni bir oydan beri videolaringizni eshityapman. Oldinroq ko'rmaganimga afsuslandim. E'tibor bering, bir oydan beri. Bir oylik natijani hozir eshitasiz. Kelmagan bu inson. Xo'p, buni nima uchun o'qiyapman? Hozir mana bittasi yozibdi, 5 million sizlar uchun pul emasdir, bizga 1 so'm ham pul. Ya'ni boquvchimni yo'qotganman. Amakilarimdan, yaqinlarimdan pul so'rab yurib, ya'ni tirikchiligimni o'tkazaman deb. Birorta bir boy inson bo'lsa-yu, meni davolanishimga yordam bersa debdi. Bir gap aytaman, men ham yo'qchilik ko'rganman. Men ham uyimizni qo'ng'ishlar bilan atrofimizni pishig'ishdan yoki bir betondan devor bo'lishini xohlaganman. Men misol uchun qachondir pulim bo'lganda qilaman demadikda, o'sha agarotni ichida loy qilib, g'isht qo'ygani qalib, mana g'ishtni qolipi bo'ladi-ku, 4 talik, 5 ta, 6 talik. Shunaqa qolip yo'qligidan guvalay qilganman-da, guvalay. Shuni oftobda quritib, shu guvalaydan devor qilganman. Mana loy agarotdan chiqyapti, guvalayda loy agarotdan chiqyapti, agarot o'zimizniki. Mana eplash uchun uringanmizda, baraka topganda inson harakat qilish kerak-da, intilish kerak bu narsaga. Qarangda, men hozir mana shu ayolga javob berib o'tkaman. Mana shu ayolni ham ko'rmaganman. Mana bu ayol ham menga pul sarflagani yo'q, lekin natijalarni olyapti mana. Mana shunday kelishga imkoningiz yo'q bo'lsa, baraka topgir, bitta saxovatli odam chiqib, sizga to'lov qilib, g'oliblarga yoki birorta bir bansaga yotkizib, davolatib, sizni yaxshi qilib qo'yishini kutmang. Sababi u davolanganingizdan keyin sizni xarakteringiz, sizni yashash tarzingiz o'zgarmagan-ku. Siz yana qaytadan mana shu kasalliklarga, yana mana shu yetishmovchilik botqog'iga o'tirib qolaverasiz. Niyatingga, harakatingga yarasha beraman degan Alloh. Mana shu ayolni bitta eshitib ko'ring. Ko'pchilikka bir yaxshi bir xulosa bo'ladigan niyatda o'qiyapman. Qarang. Assalomu alaykum, O'tkir aka, yaxshimisiz? Men sizni bir oydan beri videolaringizni eshityapman. Oldinroq ko'rmaganimga afsuslandim. Shunisiga ham shukr. Videolaringizni ko'rib chiqdim va o'zimni o'zgartirishga kirishdim. Meni yoshim 32 da. 22 yoshimdan beri polatritman. Polatrit ya'ni suyak qayshib ketadi, suyak kasalligi. Hozirda polatrit suyak yemilishi, tizzalarimda, bo'g'imlarimda mo'rtlashish, belda 2 ta grijam ham bor. Nafas yo'llarimda shamollash bor. Burnim tez bitib qoladi. O'shanda o'zimda liftda qamalib qolgandek his qilaman. Ichimni kelishi yaxshi emas edi. Shunga biror marta e'tibor qilmagandim. Qachon bo'lsa ham chiqib ketadi deb. Butun organizmim charchab bo'lganda, hatto yurishga ham qiynalib yuraman. Ko'chalarga yurgim kelmaydi, uyalib yurishimdan. Odamlardan o'zimni tortaman, qo'shilgim kelmaydi. Ko'p qavatli uyda yashaymiz. Majbur, ishim bo'lsa ko'chaga chiqaman. Bo'lmasa oylab ham chiqmayman. Hatto qo'shnilarim ham meni ko'rmaydi. Asabiyman, jahlim tez. Asabiylashsam, asabimni chiqargan odamga bor zahrimni sochaman va yengil bo'laman. Doim hayotda xafa bo'lib xo'mrayib yuraman, tez arazlayman. Sizning videolaringizni ko'rdim va o'zgarishga harakat qildim. Hozir jilmayib turaman. Sabab bo'lmasa ham jahlim chiqmayapti. Atrofimdagilar ham ko'zimga yaxshi ko'rinyapti. O'zimni o'zim xursand qilishga harakat qilyapman. Biror bir ishim hal bo'lmasa ham beparvo bo'lyapman. Qo'lim muzdek, qornim qishin, yozin yaxdek. Tanamda, ichalarimda kuchli shamollash borligini tushundim. Har kuni 3 ta, 5 ta, 7 ta asal sedani ichyapman. Qarang, 3 mahal.
Hozir bir mahal ichyapman, qizimga ham uyg'otib beraman. Ichadi. Hozir 20 kun bo'ldi, ichganimizga burnimdan to'xtamay 2 hafta balg'am keldi. Tomog'imdan ham balg'am keldi. Ko'zim yumilib qoldi. Axlatlashib, quloqlarimdan ham axlatlar chiqib ketdi. Nafas yo'llarim tozalandi. Qoyil qoldim. Qizimda ham shunday holat bo'ldi. Xudo xohlasa, hozir balg'amlar to'xtadi. Qornim ham og'rirdi. Rosa, hozir to'xtadim. Hayotga umidim qolmagandi. Siqilib yurgandim. Hozir yana yashashga umidim oshdi. Tuzalishimga umidim oshdi. Xudo xolasa men sog'lom bo'lyapman. Kuchli irodali bo'lyapman. Kundan kun energiyam ko'payapti. O'zimni sog'lomlashayotganimni his qilyapman. Raqs tushyapman. Har kuni mashq qilyapman. Menda o'zgarish ko'p. Aytaman desam uzun bo'lib ketadi kommentariya. Xullas, videolaringiz hayotimga ishonch, nur olib keldi. Sizga rahmat, jon ko'ydirib, erinmay hamma gapni tushuntiryapsiz. Allohim sizdan rozi bo'lsin. Oilangizga baraka bersin. Sizga o'xshagan insonlar ko'paysin ilohim. Men sizni videolaringizni ko'rib tushundim. Hayotda hamma narsa o'tkinchi, barcha muammolarga qo'limizni siltashimiz kerakligini tushundim. Hayotda borligimiz uchun, ko'z ochib turganimiz uchun, nafas olib turganimiz uchun shukr qilishimiz kerak ekan. Inson ko'p narsaga qodirligini tushundim. Endi faqat yaxshi narsalar haqida o'ylayapman. O'zim ustimda ishlab, tabiiy davolanishga kirishdim. Eng asosiysi menda natija bor. Ruhim yengillashdi, tanam yengillashdi. O'zimni baxtiyor his qilyapman. Juda ko'p narsani tushunib yetdim. Hayotda borligim o'zi baxt ekan. Kasal bo'lishimda hammani aybdor qilardim. Hozir tushundim. Hammasiga o'zim sababchi ekanman. O'zimni tanamni o'zim qiynabman. Hozir esa butun tanamga rahmat aytib, qo'llarimdan o'pib qo'yaman. Borimga shukr. O'tkir aka, boringizga shukr. Hammani boriga shukr. Ko'chaga chiqmasdim aylanishga. Hozir farzandlarimni aylanishga olib chiqyapman. Yurishga qiynalib yurganimdan uyalardim. Tizzam tekis ochilmay qolgandan uyalardim. Endi uyalmayman. Qiyshaygan bo'lsa ham oyog'im borligiga shukr. Chunki o'zim yuryapman. Barmoqlarim ozroq qiyshaygan bo'lsa ham zato bor. Shukr borligiga. Kimlardir yura olmaydi aravada, kimlardir o'zi ovqatlana olmaydi. Meni qo'llarim bor. Borligi uchun qo'llarimga rahmat. Meni mehnatkashlarimdir deb o'pib qo'yaman. Butun tanamiz borligiga shukr qilishimiz kerak ekan. Va men sog'lomman, men kuchliman, men boyman, men chiroyliman deb o'zimni o'zim oynaga qarab maqtayapman. Mana shu ayoldan Alloh rozi bo'lsin. Mana o'zini ustida ishlash. Mana biz kutgan natija. Endi sizlar nima qilyapsizlar? Sizlar eshitgan roligingizni, ko'rgan roligingizni tugatiblar, g'oliblarga borish uchun intilyapsiz. Baraka topgur. Bizning niyatimiz sizni o'zimizga jalb etib, maskanni to'ldirish emas, sizga sog'lom bo'lishni o'rgatish, aptekaga kirmasdan ham davolanishni o'rgatish. Bitta asal bilan sedanani qarang, 3 mahal qildi. Bir gap aytaymi? O'sha qo'lingiz energiyasi bor-ku, qo'lda energiyasi. Mana shunday qilib qoringa qo'yib, 1 soat qo'ying deganman. 3 soat qo'ya olasizmi? 20 kunda keladigan qabziyat ham yumshashni boshlaydi. Kuniga eng kami 1 soat, eng kami 3 soatdan qo'lingiz energiyasini qorningizga o'tkazing, baraka topkir. O pochkangiz og'riyotgan bo'lsa, shu qo'lingiz energiyasini pochkangizga qo'yib, buylagingizga qo'yib, shuni 1 soatdan 3 soatgacha qo'yib o'tiring. Nima ketdi? Qancha pul sarflayapsiz mana shu narsa uchun? Boquvchingiz yo'qmi? Sizni sog'ligingiz bilan birovning ishi bo'lmayaptimi? Siz atrofdan nolish uchun vaqt sarflayotgan vaqtingiz kimdir o'z ustida ishlab natijalarga erishyapti. Bitta narsani tushuning. Doim siz o'zingizni nima uchun shu holatga tushib qolganingiz uchun sabab qidirasiz va siz yolg'onchi emassiz. Sizning sababingiz bor. Mana meni boquvchim yo'q, meni erim badjahl, meni xotinim shallaqi, men yetimlikda katta bo'lganman. Misol uchun shunga o'xshagan sabablar ko'p. Meni pulim yo'q, lekin 3 ta barmoq kimni ko'rsatyapti? 3 ta barmoq o'zingizni ko'rsatyapti. O'zingizdan hech xato qidirganmisiz? Nima uchun shu holatga tushib qolganman? Nima uchun mana shu holatdan chiqib keta olmayapman? Nima uchun Alloh menga baraka bermayapti? Nima uchun menga shifo bermayapti degan savollarga javob qidirganmisiz? Hamma narsa Allohdan deb og'zimizni to'ldirib gapiramiz. Demak, mana shu holatga tushib qolishingiz ham Allohdanmi? Yo Alloh adashyaptimi? Siz bunga noloyiq edingizmi? Siz bundan zo'rlarga loyiqsiz-ku, lekin Alloh adashib ketib sizga kulfat beryaptimi? Sizga yo'qchilik beryaptimi? O'rtoqlar, qanaqa holatdamiz? Qanaqa darajadamiz? Alloh loyiq ko'rganini beradi.
Nimaga loyiq bo'lsangiz shuni beradi. Hech o'ylanib ko'rganmisiz? Nimalarga loyiqman? Alloh nimalarni menga loyiq ko'ryapti? Endi tasavvur qilib ko'ring. Biz jannatga loyiq bo'lishimiz kerak. Shifoga loyiq bo'lishdan boshlash kerak emasmi hamma narsani? Shifoga loyiq bo'lish degani mana shu Alloh bergan tanani chiroyli saqlash, mana shu tanani chiroyli saqlash evaziga jannatga bir qadam qo'ymayapmizmi o'rtoqlar? Tafakkur qilaylik. Tafakkurni nima ekanligini tushunmaydiganlar. Tafakkur degani o'tirib o'ylanish. Nimaga men deb atrofdan yordam so'rayapman? Nimaga men uni qarang. Kitob o'qing. Cherchillning bir gapi bor. Men urushga qarshi namoyishlarda qatnashmayman. Nega? Siz nima haqida ko'p gapirsangiz, shu voqealar sizda takrorlanadi. Ijtimoiy tarmoqqa kiring. Nima problema? Gaz, svet, limit. Tushunyapsizmi? Yo'llarimiz rasvoligi, radarlar, qonunda yaxshi ishlamas. O'rtoqlar, necha yildan beri gapiryapsizlar? Nima haqida gaplashsak, nimaga like bossak, nimaga biz kommentariy yozsak, o'sha voqealarni yanada ko'payishi uchun xizmat qilamiz. Ularni tugashi uchun emas. Biz nima qidiryapmiz? Ko'zimiz nima qidiryapti? Biz yaxshi narsa qidirsak yaxshi bo'lamiz. Tasavvur qiling, oynaga qarang. O'zingizdan 3 kun salbiy narsa qidiring. Qoningiz chiqib ketyapti, belingiz chiqib ketyapti, sochingiz to'kilyapti, oq tushyapti, soqolingizda oq bor, ajinlar tushyapti. Mana salbiy narsa qidiravering-da, 3 kundan keyin tomosha qilasiz. Organizm minusga ishlashni boshlaydi. Endi 3 kun ijobiy narsa qidiring o'zingizdan. Men sog'lomman, nafas olyapman. Nafas olishlarim yengil. Bemalol o'tirib turyapman. Xo'p, kiyim kiysam yarashyapti. Qarang, yuzingizdan nur yog'yapti, ko'zingiz yonib, ijobiy narsa qidiring o'rtoqlar. Xo'p, qarangda, har bitta narsa misol keltirsa bo'ladi. Shu O'zbekiston, vatan, mana shu vatanga qarab nima qidiryapsiz? Salbiy narsami, ijobiymi? Endi siz aytasiz, o'rtoqlar, birovga paxta qo'yganman, birovdan tilim qilsa joyi yo'q. Men sizga psixologik tarafimdan tushuntiryapman. Nimaga e'tibor qaratsak? Endi o'sha Cherchill o'sha yaxshi bir darajaga erishganki, o'sha Buyuk Britaniyani bosh vazirlik darajasiga ko'tarilgan. Mana shu insonni fikrlashiga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Urushga qarshi namoyishlarda qatnashimman. Tinchlik haqidagi namoyishlarga qarshi. Mana butun dunyo urushga qarshi bo'lyapti. Nima bo'lyapti? Urush ko'payapti. Nimaga qarshi chiqyapmiz? O'sha ko'payadi. O'rtoqlar, nima qidiryapmiz? O'sha narsa ko'payadi. Bitta insonni yomon dursiz yomoni chiqadi. Yaxshi tarafga ikki dunyoda o'zgarmaydi. Bu bor haqiqat. Siz buni shunchaki tan olmaysiz. Hozir mana shu gaplarni qo'liga sirazi qora qalamda olib yozadiganlar bor. Senga oson gapirish oson. O'rtoqlar, menga bir paytlar gapirish qiyin bo'lgan, menga ham. Hozir ham gapirish qiyin. Prosta men hozir ijtimoiy tarmoqda imkoniyatim borki, gaplarimni yetkazib bera olyapman. Oldin yonimdagi odamlarga tinmay sayrardim, xolos shu gapni. U gapni meni o'sha minusda yurgan paytimda ham shu gaplarni gapirardim, lekin yonimdalar ishlardi va o'zimda amal qilishi sust bo'lgan. Amal qilishim sust bo'lgan. O'rtoqlar, har bitta inson o'zini, oilasini, farovonligini yaxshilash uchun urinsa, har bitta xonadonda yaxshilansa, rivojlansa, butun boshli yurt rivojlanadi, butun boshli jamiyat rivojlanadi. Kelinglar, bir narsa, o'zingiz va'da bering. Yaxshi narsalarni ko'zingiz qidirib ko'rsin, tilingiz yaxshi narsalarni gapirib ko'rsin, baraka topkur. Bu ko'zlar uchun javob beramiz qiyomatda. Bu tillar har bitta aytilgan gap uchun javob beradi. Xo'p, bilmayman kim qanday tushunadi bu narsani. Balkim buni qabul qilishingiz og'irroq bo'lar hozirgi sharoitingizdan kelib chiqib boshqa bo'lib. Sababi hozir bitta narsa ko'rsataman sizlarga. Kommentariyalarni ko'pini o'qishga ulguyman, lekin bilmayman, men yozsam hech qachon javob o'ndan beri yozaman, o'chib ketaveradi. Telefonim shunaqa. Shu telefonni o'zgartirgandim, baribir shunaqa bo'lyapti. Hech ham yoza olmayman, javob yozaysam. Nega qo'ng'iroqlarga javob bermaysizlar? Ishlaydigan nomer qo'yinglar iltimos. Nomerni aytib o'tib ketaman. 90lik 203 0003 99lik 432 0003. O'rtoqlar, bir kunda 400 ta, 500 ta odam telefon qiladi. Lekin ishonasizmi, bir kun davomida rosa bo'lsa 100 ta odam bilan gaplashishga ulguradi odam. Nega? Ba'zi birlar telefon qiladi, 3 minut gapiradi, ba'zi birlari 12 minut gapiradi. Hammada har xil muammo. Bitta tushgandan hammasini batafsil gapirishga, kimdir hayotini gapirib ketadi.
to'xtatish iloji yo'q. To'xtasangiz xafa bo'ladi. Tarixini, kasallik tarixini 15 yillik tarixda gapirib beradi. Oson tutmang. Qarangda, ataydan telefonda ko'tarmasdan yoki telefonda o'chirib qo'yadigan darajada surbet emasmiz. Bu darajada vijdonsiz yoki iymonsiz emasmiz. Imkon qadar javob berishga urinyapmiz. Imkon qadar. Artrit tizza bo'g'ini davolaysizmi? Davolaymiz, bo'ladi bu kasallik bo'yicha. Keyin dializ bo'yicha bir rolik chiqargandik. Bittasi yozibdi xolos. Hozir topolmayapman. Nima debdi? Ishonmadim. O'tkirdan ko'nglim qoldi, o'tkir mashinadan ko'nglim qoldi. Yozibdi. Yaxshi ham ko'nglingizdan qolib ketdim dedim o'zi ham. Qolmaganimda nimalar bo'lardi ko'nglingizda. O'sha dializ olgan qiz rostdan ham dializdan chiqqan bo'lsa, yuzlari qorayib ketgan, ko'zlari sarg'ayib ketgan bo'lardi. Baraka topkir, u natija olgandan keyin ko'rsatyapsiz sizga uni. Kelgan holatida emas. Odamlar bu darajada nega biz buncha soddamiz? Bu yerda o'yin ketyapti, ko'z bo'yamachilik, odamlarni aldash. Yana ro'za oyida agar rostdan dializ olgan bo'lsa, qo'lidagi fistulasini ko'rsatsin. Qo'lida emas, bo'ynida edi u qizda. Endi bo'ynini sizga ko'rsatmasligini men majbur qila olmayman. Bilmayman, endi 100 ta odamning ichida bitta mana shu qizni qanaqa qilib yolg'on narsa bilan olib chiqdik. O'sha odamlar birinchi kundan boshlab ko'rib turdik-ku o'sha qizning holatini. Demoqchi bo'layotgan narsam, qarang, nimaga negativga e'tibor qaratyapman. Aytaymi sizlarga. Shuncha ijobiy narsaga e'tibor qaratmasdan sababi odamzod shu darajadagi negativga moyil bo'ladi-da. Men ham insonman-da. Oppoq futbolkangizga ozgina ruchka tegib qolsa, o'sha ruchka tekkan joyga ko'proq e'tibor qaratamiz. Qolgan oppoq joyi ko'zimizga ko'rinmaydi. Bu insonning fikri bilan kimdir ixlosi qaytib qolmasin deyapman. Keyin bularni men reklama qilib chiqarib, odam to'plash uchun qilmayapman. Sizlarga uy sharoitida davolaninglar deyapman. Tabiiy narsalar bilan qilinglar deyapman. Endi tasavvur qiling, dializga kirgan odam bir umr dializda qolib ketadi, yaratdan chiqmaydi. Dializdan chiqqanligi nima uchun sizni quvontirmayapti, nima uchun g'azabingizni keltiryapti, bu bir. Endi agar haqiqatan shu darajada g'azabingiz kelayotgan bo'lsa, natijani yolg'on deb bilayotgan bo'lsangiz, manzilimiz aniq-ku. Baraka topib kelsangiz bo'lmaydimi? O'sha qizni manzillarini beramiz. Boring, qancha rasxod qilsangiz agar yolg'on bo'lib chiqsa, rasxodingizni men 2 barobar qilib to'layman. Boring, uyiga boring, xonadoniga boring. Qaynona, qaynotasi, o'zini ota-onasi, turmush o'rtog'i bilan gaplashing. O'sha qiz dializ olgan maskanga borib, o'sha qizga dializ bergan vrach bilan gaplashing. Ana undan keyin chiqib karillang, bitta yolg'on gapiryapsan. Yoki bo'lmasa qo'ng'iroq qilib, bog'lanib, shunday qilmoqchiman, uyatib qolmaysanmi deb savol bering. O'zimizni gapdan olib qochsak, keyin gapiring. Bu yerda odamlarning ixlosini o'ldirmang. Odamlar tuzalishi kerak. Ular baxtli yashashga, sog'lom bo'lishga haqqi bor. Ular sog'lom bo'lishga haqli. Har bitta inson baxtli bo'lishga, har bitta inson sog'lom hayot kechirishni chin yurakdan xohlayman. Va shuning uchun bu narsalarni uy sharoitida bajaringlar deb iddia qilyapman. G'oliblarga keling deb chaqirmayapman. Imkon qadar kelmang deyapman. O'sha sochiqli do'yish, issiq suv ichish, qo'lda energiyasi, asal bilan sedanani qiling. Mana shularning natijasi deylik, mana bu 100% deydigan bo'lsak, natija 70% gacha beradi. 70% natija oling, 30% ni men sizga keyin qozoq 9 pulda qilib tushuntirib qo'yaman. Sodda qilib, dehqoncha qilib tushuntirib qo'yaman. Qolganiga qanday qilib erishish mumkinligini bajaring, baraka topkir. O'sha 70% ni bemalol uy sharoitida ola olasiz. 30% va 70% natija olgan odamga hech narsa emas. Bemalol chiqib ketsangiz bo'ladi. To'g'ri ovqatlanish degan deb nomlangan roligimiz bor. Mana shu to'g'ri ovqatlanish degan roligimizni amalda bajarib beringlar. Birinchidan vес tashlaysiz, qorin, bel avtomatik kirib ketadi. Kuniga 1 santimetrdan yo'qotsa bo'ladi. Kuniga 1 kilodan vес tashlasa bo'ladi. Eng qizig'i hamma narsani yeyish evaziga parhezsiz, dietasiz hamma narsani yegan holatda endi qarang, xotira tiklanadi, aqliy salohiyat oshadi, jinsiy quvvat ko'tariladi, bo'g'imlar qo'yib yuboradi. O'tni dimlanishi qo'yib yuboradi. Yurakdagi og'irliklar qo'yib yuboradi, jigar yengillaydi, qabziyat yo'qoladi. Yana nima?
menimcha bitta to'g'ri ovqatlanishgan 54 minutlik roligimizni amalda bajarib berib shuncha kasallikdan chiqib ketsangiz nima qilasiz menga pul sarflab? Mana men sizga aytyapman, yana ochig'ini aytyapman. Menga kelmanglar, baraka topinglar. Bo'lib ham bundan buyog'iga narximiz yana oshdi. Endi 5 million emas, endi 6 million. Chunki 2 yil ishlab turdim 5 millionda. Uje bu yoqqa toqatim yetmaydi. Yetkiza olmadik, eplolmadik. Endi yana ham kelmaslikka harakat qiling. O'zingiz mustaqil urining, mustaqil qiling shu narsalarni. Alloh xonadoningizga fayz baraka berishini juda xohlardim. O'sha kasallikdan qiynalayotgan, yo'qchilikdan qiynalayotgan insonlarga bir gapim bor. Qarang, bir haykal bor ekan. O'sha haykalni haykaltarosh bor mahoratini ishga solib qo'ygan, shu darajada chiroyli yaratganki, nimasi bo'ladi? Mimikasigacha o'xshatib qo'ygan. Shu darajada zo'r ishlab qo'ygan. O'sha haykalni atrofi to'la gavjum odamga sevishganlar ham, bola yetaklagan ham, yosh kattalar ham o'sha atrofda atrofi doim gavjum. Kimdir rasmga tushgan, kimdir selfiga. Shu haykal toshni ro'parasida oddiy bitta katta tosh bor ekan. O'sha oddiy toshni o'sha haykal toshga qarab g'ayli kelar ekan. Odamlar unga berayotgan e'tibori, mehri, muhabbatini ko'rib ichida g'ashlanar ekan, baxiliga kelar ekan, kuyar ekan, yonar ekan. Bir kuni yarim tunda tilga kiribdi. "Voy haykal tosh" debdi. Haykal tosh aytdi, "Menga aytyapsan?" "Ha, senga aytyapman." "Nima gaping bor? Savolim bor senga." "Nima savol?" "Sen ham toshsan, to'g'rimi?" "Ha, toshman." "Men ham toshman, to'g'rimi?" "Ha, toshsan. Nega buncha senga e'tibor katta? Hamma senga mehr bilan qaragan, changingni artgan, sen bilan rasmga tushgan, menga bo'shagan baklashkasini otadi. Orqamga o'tib nimadir ish qilib ketishadi. Nega bunaqa? Nimaga ikki xil muomala?" Sen haykal tosh aytdi. "Maylimi, men ham savol bersam?" "Nima savoling bor? Ber." "Tosh bo'lib yaralganingdan beri birorta joyingni sindirib olganmi? Sindirib olishganmi? Yo'q. Haykaltaroshni bolg'asini, zarbini tanangda his qilib ko'rganmisan? Yo'q. Ahmoq, bu hurmatga, bu e'tiborga erishguncha haykaltaroshni nech mingta emas, nech million marta bolg'asini, zarbini tanamda his qildim, keyin erishdim degan ekan. Baraka topib ko'r. Sizni haykaltaroshingiz yagona, bitta Alloh. U sizga jannat yo'lini turibdi. Baraka topib ko'r, jannat yo'linyapti. Mana kelin isbotlab beraman sizga. Jannat yo'linayotgani haqida. 5 vaqt namoz o'qiyapmiz, ha? 5 vaqt namoz. Nimadan umidvormiz? Jannatdan umidvormiz. Endi 5 vaqt namoz o'qiyapsiz. Alloh sizni jannatga kirishingizni xohlayapti-da, siz 5 vaqt namoz o'qisiz, 50 vaqt yozyapti. Nega? Ko'proq xohlayapti. Siz-u bizdan ko'proq xohlayapti jannatda bo'lishimizni. Endi tasavvur qiling, bitta savob ish qilishni niyat qildingiz, hali qilmadingiz, niyat qildingiz. O'sha savobning og'irligini sizga yozib beradi. Nega? Sizni savoblaringiz ko'payishini xohlayapti. Endi o'sha savob ishni amalga oshirganingizda 700 baravardan 1000 baravargacha og'irligini sizga yozib qo'yapti. Endi tasavvur qiling, bitta gunoh qildingiz. Bitta gunoh qilishni niyat qildingiz. Yozmay turadi Alloh, yozmay turadi. O'sha yomon ishni bajarganingizda bitta yozadi. Og'zingizni poylaydi. Tavba qilishingiz bilan o'chiradi va kamiga sizga va'da beradiki, bo'g'zingga g'arg'ara kelguncha tavbangni qabul qilaman. Bo'g'izga g'arg'ara kelish bu jon chiqish arafasidagi holat. Joning chiqib ketguncha tavbangni qabul qilaman. Yana bu ish bilan nima deyapti? Jannatni xohlayotgani bitta ishorasi, sizga jannati bo'lishingizni yaratgan shu darajada xohlayapti. Endi savol, jannatni xohlayotgan zot sizga shifo bermaydimi? Sizga jannatni xohlayotgan zot bitta qop-qora Malibu bermaydimi? 2 etajli bir koshona bermaydimi? Chet ellar, sayohatlar, hojilik maqomlarini xohlamaydimi? Baraka topkur. So'rashni bilmasangiz, berguvchida ayb yo'q. Yurakdan so'rang. Qachon so'radingiz? Dildan, sidqi dildan bir so'raganmisiz? O'zingiz uchun, oilangiz uchun, sog'lik, yurakdan so'rang. Kimnidir, nimadir sababchi qilib ber. Albatta sababchisini chiqaradi. Baraka topkur. Mana shu g'oliblar kanaldagi videolarni qo'lingizga qalam bilan, bitta daftar bilan o'tirib, bir chekkadan yozib chiqmaysizmi? Kerakli joylarini, hammasini emas. Men shularning ichida shunday topshiriqlarni berib qo'yganman. Yozib, mana shularni bajarmaysizmi? Gemoroydan qutulishgacha yozilgan. Qonni ko'paytirishgacha yozilgan. Butun badan, oyoq, qo'lni muzlashni qanday qilib chiqib ketish, qavziyatdan qutulish, hammasi yozilgan. Ko'rib chiqing.
har bitta rolikni ko'rib, o'zingiz uchun urining, o'zingiz uchun harakat qiling. O'zi uchun ham urinishni xohlamaydigan insonga kim urinishni xohlaydi? Hammangiz bitta narsani tushunishingizni xohlardim. Haykaltarosh o'sha toshga shakl berayotganda tosh qarsat sinib ketdi. Haykaltarosh nima qiladi? Haykaltaroshlik menga emas ekan demaydi. Hay toshni bir chekkaga surib berdi, keyingi toshni olib shakl berishni boshlaydi. Hammangizdan xohlardimki, o'sha haykaltarosh siz bilan ishlayotgan vaqtda sinib qolmasligingizni xohlagan bo'lardim. Bardoshingiz yanada kuchayishini, o'sha haykaltarosh sizga chiroyli bir shakl berib olguncha sabr, matonat bilan o'sha holatlarni yengib o'tishingizni xohlardim. O'sha haykaltaroshning zarbasi, bir zarbasi kasallik bo'lsa, bir zarbasi yo'qchilik, bir zarbasi baxtsizlikdan iborat. U zarbalarni siz har bittasiga chidab berganingizda siz shakllanasiz, hayotda o'z o'rningizni topasiz. Har bittangiz xonadoningizga fayz, barokat so'rayman Allohdan. Mana shunday muborak kunlarda, hayit bayramlarida, yosharish fasli, bahor boshida, keyingi mana shunday kunlarga Alloh umringizga baraka bergan holatda, chiroy bergan holatda, umringizni ziyoda qilgan holatda yetib borishingizni xohlagan bo'lardim. Alloh umringga baraka bersin deganda nimani tushunasiz? Tasavvur qiling, ertalabdan kechgacha ishlayapmiz, charchayapmiz. Endi o'ylab ko'ring, nima uchun charchayapsiz? Kichkinagina oilangizda o'zgartirishlar kiritish uchun charchayapsiz. Kimdir jamiyatda bir o'zgartirishlar kiritish uchun mehnat qilib charchayapti. Endi tasavvur qiling, yuzlab odamning hayotini o'zgartirishi evaziga kunda kech qilib charchagan odamning umrida baraka bormi? O'z oilasidagi muammolarni yechish uchun zo'r berib harakat qilib charchagan insonning hayotida baraka bormi? Men Allohdan umringizga shunaqa bir baraka so'ragan bo'lardimki, sizni har bitta qilayotgan ishlaringiz el yurtga manfaat tegadigan, el yurtga xayrli bo'ladigan bir ishlar bilan to'lib toshishini, sizni charchoqlaringizni gashtida, sizni charchoqlaringizni lazzatida el yurtni rahmati, duolari turishini yurakdan xohlagan bo'lardim. Yurakdan xohlayman va mana shunday hayotni sizga Allohdan so'rayman. O'zimizni tanamizdagi kasallik emas, o'zimizni hayotimizdagi baxtsizlik, o'zimizni hayotimizdagi yo'qchilik emas, butun jamiyatdagi mana shunday yetishmovchiliklarni bartaraf qiladigan darajada Alloh sizga xayrli bir ilm berishini va shunday bir jasorat, shunday bir kuch, energiya berishini, shunday bir g'ayrat berishini, sizni ko'rgan insonlar xuddi parvona chiroqqa talpingandek, yorug'likka, nurga talpingandek hayot intilishini, odamlarning hayotida bir yo'lchi yulduzdek, mayoqdek porlab ularga yo'l ko'rsatuvchi bir inson bo'lib qolishingizni Allohdan so'ragan bo'lardim. Keyingi mana shunday kunlarga, muborak kunlarga 380 gradus o'zgargan holatda mana shunday bir katta bir maqsadlar, yutuqlarga erishgan holatda yetib borishingizni Allohdan so'rayman. Keyingi roliklargacha xayrlashamiz. Ko'rishguncha xonadoningizdan hech qachon fayz, barokat arimasin. Eng buyuk ne'mat Alloh qalbingizni halovat, sokinlik bilan lim-molim qilib qo'ysin. Farzandlaringizni orqasidan el yurtni duosini eshitib, taborik qo'llaringiz duolarda tolib o'tishini Allohdan so'rab, vaqtincha xayrlashaman. Hammangizni yaxshi ko'raman. Yaqinlarim, yaxshilarim, sizlarni duoylar, sizlarni iliq bir so'zinglar, sizlar bergan kuch, energiya bilan bugungi kunimiz, bugungi yutuqlarimizga erishdik. Hammangizdan Alloh rozi bo'lsin. Hammangizni yaxshi ko'raman.